İsmim Abror, yoshim 31da. Hozirgi kunda Unicorn Soft kompaniyasida grafik dizayner bo'lib faoliyat yuritib kelyapman. Zamonaviy kasblarga bo'lgan qiziqishim yuqori. Asli Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidanman. Oilada ikkinchi farzandman. Bu boshlanishida yiqilish bo'lgan, asorati qolganda, yoshligimda yiqilganman, lekin yuraverganman-da. Umurtqam noto'g'ri o'sib, shu darajaga kelib qolgan. Shu uyda qolib ketishga to'g'ri kelgan, hayot majbur qilgan desak ham bo'ladi. Uydan chiqolmasdan qolib ketganman ancha vaqt. Yonimizda kompyuterxona bo'lardi. O'sha kompyuter o'yinlaridan ozgina taskin olardim-da. Hayot baribir davom etishini tushunib yetganman. Misol uchun uyda siqilib o'tirsam ham baribir davom etadi, chiqib harakat qilsam ham. Faqat o'zimga zararligini bilib, shu narsa menga kuch bergan. Baribir turishim kerak, harakat qilishim kerak. Hayotda o'rnimni topishim kerak. Vaqt o'tib ketayotganini, kimgadir muhtoj bo'lib qolishdan har doim qo'rqqanman-da. Unicorn Soft kompaniyasiga 1,5 yilcha oldin jamoasiga qo'shildim. Sharoitlari yaxshi, hech qanaqa to'siqlar bo'lmadi. Ishga kelib ketishimda Bektemir tumanidan o'zim shaxsiy mashinamda kelaman. Hech qanaqa to'siqlarga uchramayman. Hamma imkoniyatlar qilingan, zinalar, panduslar, maxsus panduslar qo'yilgan. Liftlari keng, bemalol kirib chiqishim mumkin. Unicorn Soft jamoasidagilar yaxshi qabul qilishdi. Hozirgi kungacha yaxshi munosabatda bo'lib kelishyapti. Unicorn Soft kompaniyasida ishlashdan oldin Astra Animation studiyosida 3D animator bo'lib ishlaganman. Hozirgi ishim jismoniy imkoniyatimga bog'liq emas. Bu to'liq ruhiy va aqliy mehnat hisoblanadi. Bemalol ishlashim mumkin. Imkoniyatimiz cheklangan bo'lishi mumkin, lekin jismoniy imkoniyatimiz cheklangan, lekin ruhiy, aqliy imkoniyatlarimiz cheklanmagan. IT sohasiga keladigan bo'lsak, IT sohasida jismoniy mehnat talab qilinmaydi. To'liq aqliy mehnat, sabr, bardoshli bo'lishi kerak bo'ladi. Albatta, o'zimni topdim. IT sohasi endi qo'pol qilib aytganda bizga boshqa soha to'g'ri kelmaydi. Birinchidan, ikkinchidan IT sohasi hozirgi kunda eng dolzarb sohalardan hisoblanadi. Zamon talabi. Jamiyatga qo'shilishga nogironlar ozgina qiynaladi. Ular alohida muhitda o'sgani uchun ko'pchilik mana imkoniyat cheklanganlar alohida muhitda o'sadi, ya'ni uyda jamiyatga kam qo'shilgani uchun. Albatta qo'shilish qiyin bo'ladi jamiyatga. Bunaqa holatda faqat yaxshi muomala, yaxshi munosabat va qulaylik yaratib berish kerak deb o'ylayman. Imkoniyat cheklangan shaxslar har xil joyda ishlashi mumkin. Misol uchun kimdir yaxshi joyda, kimdir barcha sharoitlari bor binolarda ishlashi mumkin, kimdir sharoiti yo'q binoda ishlashi mumkin. Shunaqa holatda misol uchun sharoiti yo'q joylarda ishlab jismoniy harakatlanishga qiynalgan shaxslar uchun sog'lom insonlarning yordamini ayamasligini so'ragan bo'lardim. Yoshlarga tavsiyam hayotda qiyinchilik keldimi, to'xtab qolish kerak emas, davom etish kerak. O'z hayotim misolida ham ko'rishinglar mumkin bu narsani. Ko'p qiyinchiliklar bo'ldi, ko'pchilik ishonishmadi, ko'p tanqidlarga uchragan vaqtlarimiz ham bo'lgan. Lekin mana hozirgi kunda shunaqa nufuzli kompaniyada faoliyat yuritib kelyapman. Yoshlarga tavsiya qilgan bo'lardim. Har doim intilishda, harakatda bo'lishinglarni. Imkoniyat cheklangan shaxslar uchun hozirgi kunda imkoniyatlar cheklanmagan. Ya'ni davlatimiz tomonidan keng imkoniyatlar yaratib berilgan. O'qib, o'rganib ishlashlari uchun barcha imkoniyatlar bor. Ijtimoiy himoya agentligi mana yaqinda tuzildi, faoliyat olib boryapti. Unicorn Soft kompaniyasidagi barcha jamoadoshlarimga omad tilayman. Yana ham yaxshi loyihalar ustida ishlashlarini tilab qolaman. Birga ishlash nasib qilsin.